Toshkentning markazi Neftvan turar joy majmuasida joylashgan kvartiramizni plan obzorini qilamiz. Bu Neftvandan olingan birinchi zakasimiz bo'lib, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Birinchidan, juda katta mas'uliyat, uyqusiz, bedor tunlar va haddan ziyod aniqlik va tezlik. Va biz buni albatta uddaladik. Kvartiramiz 40 kvadrat metr bo'lishiga qaramasdan juda yaxshi taklif loyiha bera oldik. Hop, bu yerda glavniy eshikdan kiraverishda chap qo'lda shkaf joylashtirib ketganmiz prixoshka uchun. Uni to'g'risida esa o'zining tumba va oynalari mavjud. Kvartiramiz chap tarafida общий sanuzl joylashtirganmiz. O'zining rakvina, dush va unitazlardan iborat. Kvartiramiz kvadraturasi uncha katta bo'lmaganligi sabab studiya variantida ishlaganmiz. Uncha katta bo'lmagan va hamma qulayliklarga ega bo'lgan kuxnyamiz bor. Hamma narsa joylashtirilgan, hisob kitobi olinib ketilgan. Sanuzlimiz past tarafida yotoqxonamiz, kichikroq yotoqxonamiz joylashyapti. Bu yerda ham ortiqcha narsalar yo'q. Bitta kravat, ish shkaf joylashtirganmiz. Mijozimiz talablariga muvofiq yotoqxonani maydaroq ishlab, asosiy fokusini zal qismiga berganmiz. Bu yerda mягкий zonasi bo'lyapti o'zining. TV zonasi bor, stol stullari ham mavjud и обязательно oynani oldida рабочий zonasi bor. Bu planirovkamiz mijozimizga juda ma'qul keldi. Siz ham o'zingizni fikringizni qoldirib keting. Keyingi videolarda qolgan proseslarni ko'rsatib boramiz. Siz esa kuzatishni davom eting.